Ikki kishi har doim oldinga ketadi, qachonki oilada muhit yaxshi bo'lsa. Ayol kishi baxtli bo'lsa, oilada hamma baxtli. O'tgan kuni bitta tadbirkor akamiz oilalarni olib keldilar. Davleniya, yurak ishemik kasalligi bor, tizzalarida og'riq, uyda har kuni janjal, chunki uyqulari buzilgan, nabiraga qarab ayoli bilan qanaqadir muammolar bo'lgan oilaviy. Keyin u tadbirkor akamiz olib keldilar, sababi oilalar Instagramdan meni kuzatar ekanlar. Doktor, oyim yaxshi qilib bering, iltimos, oilada janjal bo'lyapti, muammo bo'lyapti, muhit buzilgan deb yotqizib ketdilar. Lyuks palataga yotqizib, yaxshilab tekshirib, onalarini davoladik, uylariga jo'natdik lecheniya qilib. Va bir oydan keyin akamiz telefon qildilar. Doktor, rahmat sizga kattakon, oyim ahvollari ancha zo'r, og'riqlari yo'q, uyqulari yaxshilandi, ayolim bilan farzandlarim ham, oilaviy muhit yaxshilandi, ishim o'ngidan ketdi, baraka keldi, sizga ketgan lecheniyaga ketgan pul 10 barobar qaytib keldi menga. Rahmat sizga deb telefon qilib o'z minnatdorchiligini bildirdilar. Ko'pchiligimiz e'tibor bermaymiz oiladagi muhitga, sog'liqqa e'tibor berishimiz kerak, ayollarni ehtiyot qilishimiz kerak. Onamizning holati qanaqa, ayolimizning holati qanaqa, har birlariga e'tibor berib, individual yondashib, baxtli yashashimiz kerak.